joylarda qishloq xo'jaliklarini sug'orish uchun ko'chma polietilen sug'orish navlari haqida gapirmoqchiman. Bu ko'chma sug'orish navlarimizni asosan qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari, fermerlar va klasterlarda foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, asosiy maqsadimiz yer resurslaridan foydalanish koeffitsiyentini oshirish va suvni isrofini kamaytirish maqsadida o'qariqlar o'rniga foydalaniladi. Bu ko'chma sug'orish navlarimiz asosan ikki turi mavjud bo'lib, buni bitta turi tekis maydonlarda sug'orishda foydalanishga mo'ljallangan, ikkinchisi notekis maydonlarda sug'orishda foydalanishga mo'ljallangan bo'lib, sho'rtan polietilendan tayyorlanadi. O'zbekiston bilan Isroil qo'shma korxonasi Sauplastitelda ishlab chiqarilgan. Har bir seksiyamizda 28 tadan yig'iladigan navlarimiz mavjud bo'lib, buni uzunligi 187 cm dan 220 cm gacha bo'ladi. 28 ta komplektida bo'ladi. Bir mavsum davomida bitta fermer xo'jaligi yoki bitta foydalanuvchi 120 gektargacha bo'lgan maydonlarni sug'orishga mo'ljallangan bo'lib, navlarimizda tubida 6 ta suv chiqarish teshiklari bo'lib, teshik o'lchamlari 25-65 mm dan, teshiklari boshqariladigan bo'yi 75 mm dan, eni 25-35 mm gacha mo'ljallangan navlardan foydalanamiz. Navlarimizni tekis maydonlarda foydalanadiganimiz chuqurligi 15 cm bo'lib, diametri 30 cm, nishabligi yuqori maydonlarda foydalanishga mo'ljallangani chuqurligi 25 cm, diametri 50 cm bo'lib, uni asosan tekis maydonlarda foydalanadiganimizda og'irligi 5 kg, notekis maydonlarda yoki nishabligi yuqori maydonlarda foydalanadiganimiz 6-2 kg-gacha keladi og'irligi. Bizni hozirgi kunda navlardan foydalanish, biz asosan Sirdaryo, Jizzax, Toshkent viloyatida ilmiy tadqiqotlarimizni olib borganmiz. Ushbu jadvalda tadqiqotlarimiz natijalari keltirilgan. Egatdagi suv sarfi, sug'oriladigan maydonimizning nishabligiga qarab, egatdagi suv sarfi va sug'orish suvini koeffitsiyenti, keyin egat uzunligi qancha bo'lishi ushbu jadvallarda ko'rinib turibdi. Netda sug'orish maydoni, bunda brutto sug'orish maydonlari ham keltirilgan. Bu jadvalimizda sug'orish davrida kuzgi bug'doyda sug'orishning samaradorligi keltirilgan. Bu yerda an'anaviy egatlab sug'orish bilan ko'chma sug'orish navlaridan foydalanib sug'orishdagi natijalarimiz, sug'orishga qancha suv iqtisod qilyapmiz yoki qancha hosildorlikka erishganimiz ushbu jadvalda ko'rishimiz mumkin. Ushbu jadvalimizda biz paxtada olib borgan tadqiqotlarimiz, an'anaviy egatlab sug'orish bilan ko'chma sug'orish navlari orqali sug'orilgandagi natijalarimizni ko'rishimiz mumkin. Sug'orish me'yorida o'zgarish yoki hosildorlikda qancha o'zgarish bo'lganligini, sug'orishda unumdorlik 1 metr kub suv bilan qancha sentner paxta hosil olganimiz yoki 1 sentner bilan qancha hosildorlikka erishganimizni ko'rishimiz mumkin. Afzalliklari asosan tajriba dalasida ishonchli ishlaydi, sug'orishga unumdorlikni 10% ga oshirishi, sug'orishda oddiy usulga nisbatan yer tekisroq bir me'yorda suv jo'natilganligi uchun sug'oriladigan maydonlarimizning namlanishi bir tekis bo'lishi va oxirgisi ko'rsatilgan omillar ta'sirida hosildorlikni oshishini ham keltirib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu slaydimizda ko'rishimiz mumkin. Irrigatsiya va suv muomalalari ilmiy tadqiqot instituti professori Ikrom Rahimjon Karimovich ustozimiz tomonidan bu ko'chma sug'orish navlariga Intellektual mulk agentligidan patent ham olingan. Hozirgi kunda o'sha sug'orish navlarini yoki o'qariqlar o'rniga foydalanishda fermer yoki qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilar keng foydalanib kelmoqda.